Tursun ovozchida o'qib bering, bu bari eski, hali muammo bilan. Sizlar da'vatimiz imzo chekuvchilar, Shukurjon siz o'qing. Shukurjon ta'sir asosiy qismini o'qib bering. Bosh yurisi, Hasani bosh hisobchi. O'ktam aka o'zi o'qib bering, og'zidan turib. Bo'lim boshlig'lari Samuratov, Jumayev, bosh mutaxassislar Muzaffar Sayramov, Tursun Xo'jayev, o'taraf DM direktor o'rinbosari Ahmadjonovlar Havza boshqarmasining 2026-22 apreldagi 20-sonli byuroga asosan Oltiariq tumani DM muhandis gidrotexniki Hamdambekni faoliyati yuzasidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvida quyidagilar aniqlandi. Birovdan so'rashim shartmi? Fuqarolik huquqi. Xat yozib qo'ygan. Ha, mana oyapti-yu. Bu biz tomondan Xo'p, o'qiring, o'qiring. O'qiring. Kadr o'chiring. Yo'q, o'chirmayman, o'qiring. Tursun javobgarlik o'rni ham. Ha, olursiz. Men ustimdan bo'yab turgan narsani men olishim kerakmi? Men ustimdan qilyapti. Bizni olmaysiz, siz o'zingiz olavering. Sizni olganim yo'q. Bo'limdagi xodimlar ishga kelish ketishlarini qayd qilish daftariga imzolar bitta shaxs tomonidan qo'yilgan. Hujjat soxtalashtirishga yo'l qo'yilgan. Kichik guruh o'rganish vaqtida bo'limda 5 nafar xodim mavjud bo'lib, hujjat bo'yicha 10 nafar fuqaro, 10 nafar xodim bo'lishi kerak edi. Shu bilan birga Hamdamov doim mehnat qonunchiligiga rioya etmasdan ishlab kelayotganligi sababli muassasa rahbariyatining ko'plab e'tirozi sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, bo'limdagi bino inshootlarning but saqlanishi Hamdamovga ishonib topshirilganligi bo'lsa-da, bino inshootlari ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Kirish qismiga peshtaxtalar tashkil qilinmagan. Uchastka hududida obodonlash ishlari yillar davomida olib borilmagan. Hududda yordam xo'jaligi umuman tashkil qilinmagan. Bog' qatoralariga ishlov berilmagan. Uchastka boshlig'ining o'rganish jarayonida o'zini kasal ta'tilda ekanligini bahona qilib, o'ziga tegishli avtotransportni ta'minlash bilan band bo'ldi. Uchastkada 21 ta suv ish hujjatlari yuritish daftari mavjud bo'lishi lozim bo'lgan holda mavjud daftarlar 2025-26 yillar davomida umuman yuritilmagan. Ushbu holat moliyaviy javobgarlik holatiga sabab bo'ladi. Suv taqsimot bo'yicha hech bir hujjat yuritilmagan, sug'orish mavsumi uchun 2026 reja limitlari mavjud emas. Yuqori tashkilotlardan kelgan xat hujjatlar umuman tikilmagan, rasmiylashtirilmagan. Shu bilan birga uchastkadagi xodim Husanali Xoliqovni uchastka boshlig'i o'z yashash uyida xo'jalik ishlarini bajartirishi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat xodim tomonidan o'z tushunish sifatida qayd etildi. Hamdamov ushbu xizmat tekshiruvi bo'yicha buyruq bilan tanishtirildi, lekin tanishganlik to'g'risida imzo qo'yishdan bosh tortdi va ish vaqtida o'z xizmat joyidan o'z boshimcha bilan ketib qoldi. Ushbu holatlar va Hamdamovning malakasi yetishmasligi hamda lavozim vazifasiga sovuqqonligi intizomiy tartibda mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilinishiga sabab bo'ladi. Endi qaranglarda, bino inshootga kim qachon mablag' ajratilgan? Mana shuni o'zim qilgan 37 million turibdi, dalolatnomasi, ertaga siz to'lab berasizlar uni. Sizdan oldin kelib shu qochib ketmasdan mana shu yerda bizga isbotlab berishingiz kerak. Mana shuncha qilingan. Ya, menda isbot hujjatim bor. Aka, siz tashkiloti pechatigacha bosib qo'yilgan, pechatigacha bosilgan. Siz keldingiz, siz bizni mensimasdan ketib borib, endi hozir kimlardir telefon qilyapti-da, siz kelyapsiz baqa. Siz chiqib ketganda Ana yaxshilab ko'rib imzo qo'ygan odam javobini beradi, omma qaranglar. Nima quloq solmaydi? Qani? Ya mana bino inshooti nimaga? Ya bino inshooti men o'zim qilganman shuni. Qani davlatdan qancha mablag' ajratilgan? Isbotlab beringlar. Hamdam tortishmang. Ya isbotlab beringlar. Hujjatlarni biz yig'ib qo'ying. Biz sizga isbot qilib beramiz. Ya yordamchi xo'jalik nima qilishim kerak? Mana daraxt ekilgan. Mana yordamchi xo'jalik mol nimalar turibdi? Tayyorlab qo'yavering. Siz ketmasligingiz kerak edi. Mana shu turishingiz kerak edi. To'g'ri bor aytdi, o'rdak olib kelyapmiz, sekin qilyapmiz. To'g'ri kelmaydi. Uchastkanikini to'g'rimi olib qo'y. To'g'ri uchastkaniki ketdi. O'rdak Ne'mat akaniki. Ne'mat akaniki emas, yordamchi xo'jalikka olib kelganmiz o'shani. Men olib kelgandim o'rdakda hojatga deb menga telefon qildi Ne'mat aka. Men olib kelgandim o'rdakka deb telefon qildi. Ishlayib turganda yordamchi xo'jalik tashkillanib o'z og'zi bilan aytganmisiz? O'rdak tovuq qilib. Aka ketish paytida hamma yo'q bo'lgandan keyin kelib urush janjal qilmay siz mana shu yerda turishingiz kerak edi. Nazar pisand qilmasdan chiqib ketdingiz o'zingiz. O'zingizda ayb.
Sizga savol. Topshiriq berganmiz, haydovini qildi. Qozonov bo'yicha ham berilgan. Ko'zingiz bilan ayting mana. Qilinganmi? Yo'q, hammasi bilan. Nima deb yozilgan? To'g'ri yozilgan bolalar. Noto'g'ri yozganmiz, e'tibordan tinglar aytib qo'ying. Qani qat haydadi. Qog'oz o'ziga qatga bitta chiznoga ekdilar, yo qatga rediska ekdilar. Qatga ukrop. Biz mablag' ajrat bo'lmayapti, metalon deyapti bir hashar yuribdi bolalar. Hashar metalon gapirdim, men siz mana shu yerda turibsiz. Boblar oyligidan to'layapti o'shani. Men ham to'laganman kelib, biz to'lab kelyapmiz oyligimizdan. Necha olib chiqasiz hoji aka? Necha olib chiqasiz hashar? Kerak bo'lsa barini ham olib ketgan. Gidrometrlargacha chiqib ketgan. Shuning uchun hujjatlarimiz qolib yotdi. Hujjatlarimiz ham qolib yotdi shuning uchun. Muammo qilmang. Erkak kishimiz siz. Kechmas hashar ertalab soat 8 da bo'lsa 5 da tugadi. 1 soat kelsangiz hujjat qilasiz. Ish haqini nechigacha to'layapsizlar? Ish haqini. Siz nima ish haqini nima Yo, deysiz? ish haqini nechigacha to'laysizlar? Ish mahallada siz nima ko'chada Ya yurasiz? nechigacha to'laysizlar? Siz ish mahallada 2 soat qayerda yurdingiz hozir? Men 2 soat chetda edim. Siz Men qayerda 30 bulutundaman men. Yolg'on gapirmang. 19-da tugagan 20-da ishga chiqasiz. Boring, bazani ko'rib olaverasiz. Ha, bo'ldi, ko'ravering. Yolg'on gapirmang. Bismillah, foyda. Oxirida kelib olib, g'iji qalay bolaga o'xshab g'iji qilyapti. Og'ziga qarab gapiring. Og'ziga qarab gapiring, opa. Bunda qiling hamda. Yo'qsa kunda mana qochib ketmasdan ko'chaga qarab. Nima, mansabingizdan foydalanyapsizmi? Men mansabimdan foydalanyapman. Nima meni o'g'irlasib o'tiryapsiz hozir bu yerda? Ayol kishi deb. Nima haqqingiz bor? Ayol kishiga o'xshadi. Ha? Nima haqqingiz bor shuni deyishga menga? Hamda. Ketdi. Hamda yig'ishtiring o'zingiz bo'ldi qiling. Nima yig'ishtiraman? Bo'lashavermang. Bari noto'g'ri tuzilgan dalolatimi? To'g'ri bo'lsa hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Hujjatim bor. Kerak bo'lsa sudga berib, sudda Xudo gaplashamiz. qaylamang menga Hamdam. To'g'rilaganim yo'q, men talab so'rayapsiz, men javob beryapman. beryapman. Senga Hamdam. Nima tushiraman? Uchantenga borasan, jiyantenga borasan meni ahmoq. Shu? Nima men ahmoq deyapsiz? Kimsiz men ahmoq degani? Sizda nima haqqingiz bor? Hammani nafsoniyatiga. Yo, nima haqqingiz bor men ahmoq degani? Sizda nima haqqingiz bor? Hammani nafsoniyatiga. Ya viloyat kadri bor, viloyatda men yuksekdan turib yuqori tashtiribman deb odam tepalab haqqingiz bor. Nima men haqorat qilyapsiz? Qachon haqorat qilding? Hozir nima deyapsiz? Hozir haqorat qilgan. Nima deyapsiz hozir? Ahmoq deb so'kyapsiz. Qilgan ishing ahmoq ishi. Seni qaraysh, uchastka tortish Normalni gapiring, hurmatingiz biling. Hurmatsizlik qilmang. Hamma shishiga, tamaka, davay, gaz bosinglar. Va xullas kalom bitta gap, menga qaranglar. Bu muammo hal bo'lguncha yig'ilinglar bunday. Hammalar uchastkadagilar. O'ktamaka siz boshqarib turasiz. Tushundingizmi? Hamma shu o'ktamaka nima desa qiladi. Bulutunda ekan, bulutundan chiqib, qog'ozini olib kelmagungacha bitta topshiriq bersa, birortalang qiladigan bo'lsalaring, sizlar bilan gaplashib olaman. Tushunarlimi? O'ktamaka tushundingiz-a, hozircha? Hamma hujjatlarni joy-joyiga qo'yib qo'yinglar. Sharbanda qilib bo'ldilar o'zi. 2-3 kun qizlarga cho'l berdim. Yana bitta to'polon qilasiz. Ana tutilishini qaranglar, tutilishini qaranglar. Oy mana shularni ham videoga borib, mana axlat bosib yotib o'tirgan joylaringda. Xo'p, ishlatmayapsizlar-ku? Hasharma hashar qilib. Ishlayapti, shuncha odam qayerda ishlayapti? Hashar qilib yuribsizlar. Dejurgacha olib ketgan, gidrometrlargacha olib ketgan. Hujjat chaylab yotdi. Qachon gidrometrni olib ketdi? Tuhmat qilmagan. Qachon olib ketmayapsiz? Tuhmat qilmagan o'sha kuni. Qachon olib ketmadingiz? Ana pensionergacha olib ketdi deb tuhmat qilding. Mana shu yerda shuncha odam va bakinglar manaqa. Qilich aka, bakinglar. Ishdan bo'shatganlarga qancha bo'ldimi? Undan keyin ham qancha hasharga olib ketdilar. Mana shunda turinglar hammalari. O'sha kuni pensionergacha olib ketding deb tuhmat qiladi. Gapirgan gapi noto'g'ri bo'lib chiqdimi, chiqmadimi? Va gapiringlar-da, erkakmisizlar, tilzuvon bormi? Menga qarang, O'ktam aka. Tuhmat qildimi yo noto'g'rimi? Yana tuhmat qilyapti. Kimga tuhmat qildim men? Ha? Menga tuhmat Mana qildingiz. 60 ga kirgan odam. Kim? Pensiyaga ishlamaydi bu. Rashod qilgandan keyin ham borib suv yaqalab yurdingizmi, ishladingizmi? To'g'risini ayting. Kim ishlatdi buni? Kim ishlatdi? Men kirma uchastkaga dedimmi, demadimmi? Sen ishlatding. Mana Ne'mat aka, men mana Hojakam olib chiqib ishlatdi. Ne'mat akamgacha ishlatdi. Ne'mat akamgacha olib chiqib ishlatdilar. Hech qanaqa shantaj qilganim yo'q. Men sizga aytganman aka. Hech qanaqa men ro'ga shantaj qilganim yo'q. Men sizga. Birovni uyga borib ishlatgan nima haqqing bor? Javobini berasizlar hali. Men ishlatgan bo'lsam men javobini beraveraman qonun doirasida. Qonunlarni hammadan ko'rlar tomoshadan. Sen menga so'kinganing bo'yicha ham javob berasan bola. Sen menga so'kinganing bo'yicha ham javob berasan. Tushundingmi? Qachon so'kinding? Erkakmisan? Qachon so'kinding? Ha, erkakmisan? Nima dedingiz? Menga so'kindi debsiz. Qachon so'kinding? Ha? O'chir telefoningni, erkakmisan? Erkakman. Ha, o'chir telefoningni. Gapiravering. O'chir yur manaqa. Gapiravering. 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 Lo'g'ay gaplashaveramiz. Yur anaqa. Yur gaplasholmaysan. Gaplashaveramiz. Senga emas gaplashish, tushundingmi? Bu joyda gaplashaman. Gaplasholmaysan. Gaplashaman bu joyda. Chiq mashinaga. Yur mashinangga chiqaymi? Yur, qayerga boramiz? Yur. Nima qilaman? Yur, qayerga boramiz? Xohlagan joyga boraman. Xohlagan joyga. Inamda bor, inamda qilib qo'yolmaysan. Yana tuhmat bunday bo'ladi mana bu. Mana shuncha odam tirik bu. Ana tuhmatchi. Shuncha odam tirik bu. Ha,
Bo'ptimi? Xudoni yurib kelgan odam shunday tuhmat qiladimi? Sen tuhmat qilding birovga. Tushundingmi? Mana lochin tirik guvoh, O'ktam hoji tirik guvoh. Indamagan sal o'zingga ketasan. Qanday mashina oling? Mashina oling. Mashina yuzingga. Kim bilarmi?